Assalomu alaykum aziz futbol ixlosmandlari, futbol sevar do'stlar, futbol fanatlari kanaliga xush kelibsizlar. Sizlar uchun eng qiziqarli ma'lumotlar faqat bizning kanalda. Bugun hafta dayjesti, marhamat tomosha qiling. Do you know Uzbekistan? No, I go London. In London. London. Ah, that's cool. Yeah, this is, Like it? yeah, Good, huh? really. Very good. Christmas time in London stop. Gombo termasi tarqatib yuborildi. Gombo termasi navbatdagi chaqiruvga qadar tarqatib yuborildi. Bunga termaning Afrika Millatlar Kubogida muvaffaqiyatsiz ishtiroki sabab bo'lgan. Milliy jamoa guruhdan chiqa olmagandan keyin mamlakat televideniyasi ushbu holatni sharmandalikka qiyoslab maqola chop etgach, Gombo terma jamoasi butunlay tarqatib yuborildi. APL duranglar oqshomi bayramdan keyin jamoalar g'alaba qozonishni istashmadi. APLning 19-turini yopib beruvchi uchrashuvlar yakuniga yetdi. Hamyurtimiz Abduqodir Husanov Sanderlekka qarshi o'yinni zaxirada o'tkazdi. Tunning ikkala o'yinida ham hisoblar ochilmadi, 0-0ligicha qoldi. Sergeyev uchun yana bir da'vogar paydo bo'ldi. Igor Sergeyev legioner bo'lish ehtimoli yuqorilashib bormoqda. Unga Eronning Persepolis va Sepoxon jamoalaridan tashqari yana bir da'vogar paydo bo'ldi. Indoneziyaning Pepsbanding jamoasi O'zbekiston terma jamoasi va Paxtakor hujumchisi Igor Sergeyevga jiddiy qiziqmoqda. Indoneziya chempionati tajribali forvard transferi uchun Persepolis va Sepoxon bilan kurash olib boradi va o'tish uchun 1-2 million dollar ajratishga ham tayyor. Ommaviy axborot vositalariga ko'ra, klub Sergeyevni oktyabr oyidan beri kuzatib kelmoqda. Buxoro bir qator tajribali futbolchilar bilan shartnoma imzolashi mumkin. Jamoa o'tgan mavsum Navbahorda harakat qilgan Sherzod Ubaydullayev va Indoneziyaning Persik jamoasida to'p surgan Xurshid Muxtorov bilan shartnoma imzolashi mumkin. Strasburg bosh murabbiyi Liam Rosenro Chelsea'ni boshqarishga asosiy nomzod. Bu haqda Fabrizio Romano xabar bermoqda. Eslatib o'tamiz, 1-yanvar kuni Chelsea bosh murabbiyi Enzo Maresco bilan shartnoma bekor qilingandi.